operatsiya bo'lganimda 185 kilo bo'lganman. Lekin mana hozir 145 chiqdim. 140 bo'lsam ham yengilman, juda ham yengilman. Shu Ismoil akaga minnatdorchilik bildiraman. Birinchi o'rinda sizga katta rahmat aytaman. Hammamiz yutug'imiz. Bu sog'liq birinchi o'rinda sizniki bo'lsa, biz jamoani ham yutug'i. Sizni sog'lom ozishingizda bizni jamoa xizmat qilib yordam berib ekan, biz doim xursandmiz. Endi bu sog'liqqa ushlab yurish kerak va to'g'ri sog'lom ozish kerak. Bu opamizni ham izzatlarni. Otalarimiz Men 150 bilan kirodimda 150 kilo edim. Bo'yimda ayting 156 edi bo'yim. Bo'yim bilan esim bir xil edida. Dumaloq edim. Minnatdorchilik bildirishga keldik. Sizda qancha bo'ldi? Rahmat. Ikkita operatsiya bo'ldi. Mayda qildirgan, 6 oyda qildirgan, men 85 kilo chiqdim. Ikkinchi operatsiya qanaqa bo'lgan? Ikkinchi operatsiyam grija. Kindikda grija bor edi. O'sha bilan oshqozon ikkalasi bitta. Nima shunaqa qilib, hozir sizda necha kilometr bo'lyapti? Menda hozir 85 kilo qoldi. 150 dan 85 ga tushdimda. 65 minus bo'lyaptimi shunda? 65 kilo ketdi. Eng asosiy ikki xonali songa tushdimda. Shu zo'r asosiy. Shu yaxshi ikki xonali qachon tushar ekanman dedim, ikki xonali. Opamlarga ham tilab qolaman shunaqa ikki xonali raqamlarni. Jarayon davom etyapti. Mendan ham ixcham bo'lib ketadi bu hali. 60 kilo bo'laman desa. maqsad sari harakat qilamiz. Ko'ringlar